Şu yat milletin toy qilishning salbiy ta'sirlari haqida. Biz hem de o'zimizning to'y qilsa, o to'ydan qanday bo'ldigini chiqishish, maslashish, qo'llash, bir darmon bo'lish, bir-biz yo'lashdan bo'ldigan to'xtalib. Ham yot millatlar to'y qilib qo'yapti, qiz o'g'illarimiz. Tili o'xshashmaslik. Balkim bundan so'ng men ingliz o'rgandim, uni o'rgandim, buni o'rgandim, arabchani o'rgandim, yaponcha o'rgandim deb o tilni hal qilib oldik deyish mumkin. Tamam ma'qul. Qiz o'g'il yot millat to'y qilyapti, tili o'xshamaslik. Bu bir sababning birisi edi, ba'zi. E'tiqod o'xshamaslik. Me'yor bir nuqta bor. E'tiqod o'xshamaslik emas. Uyg'urlarningki yoki musulmonlarningki musulmon bo'lmagan har qanday bir millat bilan kim bo'lsa to'y qilishi shar'iy nuqta, din nuqtadan harom. Buni kesib aytamiz. Balki boshda deyishlik masala deyilmagan. Bir musulmon o'g'ilni yoki musulmon qizdanki musulmon bo'lmagani bilan to'y qilish masalasida shar'iy hukm. Bunga balki ba'zi bo'lib bu qizlarning birinchi bo'lib musulmon bo'lmagan millat bilan kim bo'lsa bilan qanday unvonni, qanday maqomda to'y qilishi keskin holatda harom. O'g'illar kelgan vaqtida Yahudi va Xristian to'y qilish Qur'onning hukmi bo'yicha to'y qilish joizmi? Joiz. Diniy nuqtadan joiz. Ammo siyosiy nuqtadan buni to'sashlik bo'lamdi desa bo'ladi. U Qur'onning hukmi qarshi chiqqanlik emas, uni amaldan qoldirganlik emas. Chunki bu islom tarixida Hazrati Ömerning zamonida yuz bergan bir voqea. Yani bugunmi tatbiqlansa bo'ldi. Yani nima deb o'z vaqtida to'sqansa, Qur'onda garchi Xristianninki qizlari bilan to'y qilsa durust bo'lsa-mi? Durust, bu yer farzligi yo'q. Durust bo'lsa-mi? U musulmon qiz xonimlar tepilgan yerda buni tashlab qo'yib boshqa millat to'y qilsa, bularga nima bo'ladi? Zulm bo'ladi. To'y qilmay cho'kallarning nisbati oshib ketsa jamiyatda qalaymiqanlikning, fitna fasodning yuz berishiga sabab bo'ladi. Ehtiyojing bu yerda qamdildigan bo'lsa, u mubah doiraga nima qilsa, yo'lliq qishmayat bo'lsa deb cheklagan shar'iy siyosat. Bugun shar'iy siyosat nuqtasidan millatning mavjudligini qo'g'dash, himoya qilish nuqtasidan garchi ahli kitob bilan to'y qilish durust bo'lib qolsa-mi, Uyg'ur qiz tepilgan yerda uni shar'iy siyosatdan cheklamay qo'ysa bo'ladi bu masala. Garchi nima ekildiganligi o'tib ketdi. Endi gibimizni qaysi qiz o'g'illar qaysi birisi boshqa millatda til o'xshamaslik, e'tiqod o'xshamaslik, qimmat qarash o'xshamaslik, urf-odat o'xshamaslik, yashash usuli o'xshamaslik, kiyim-kechaklar o'xshamaslik deganga o'xshash bir sabablar bor. Bu sabablarni to'y qilib qolgan vaqtida birinchi bo'lib ko'pincha ahvolda ota-onaning qarshiligi chiqadi. Ya'ni o yigitning yoki o qizningki ota-onasi bilan bo'lgan munosabatining buzilishining beshi bilan boshlaydi. Mesela o'g'il maktabda bizni so'rab kelib bilan to'y qildi. Ota-onasi ko'pincha holatda uzun mezgil haplashishi mumkin. To'yini qilmaysan, Uyg'ur bilan qilsan, uni appam, buni appamayman deb oilasi bilan bo'lgan uning orasida jidal bo'lishi tabiiy. Endi qiz yana bizning qilgan bo'lsa, endi uni teshig'i chiqarmagan bilan uning furqini, ammo ota-onasi bildi o furaqninki yoki o tutakninki naqadar ochiq ekanligini. Bu ko'pincha holatda ba'zi bir istisnoni hisob qilmagan birinchi. Ikkinchidan yuqorqi sabablardan yuqori sabab o'xshamaganlik uchun bularning turmushininki inoq o'tishimi oz bo'ladi. Az nisbatan bo'lgancha ko'pinchasining ahvoli, turmush ahvoli jangijlarla o'tadi. Xotirjam o'tish, chiqishib o'tish, moslashib o'tish degan bu ahvol azib, jidal majra ko'p bo'ldi. Chunki o'xshamaydigan ahvollar. Chunki yot millat to'y qilgan vaqtida urf-odat o'xshamaydi. Masalan, ba'zilar deyishib, din o'xshagan ekan deydi. Din asosiy narsani bilib qoldi. Ammo insonning turmushi munosib nurg'un narsalar, bu urf-odat belgilaydigan narsalar. Xo'sh. Masalan, biz sizning lag'ma yegiz qilib qoldi deydi masalan. Xotin kishi rang pezigiz qilib qolganmiz, ko'pincha kishiningki Uyg'ur bo'lib qolsa, lag'ma yegiz qilib qolishi mumkin masalan deydi. Bir misol deydi. Xo'sh. Urf-odat o'xshamasligi, qimmat qarash o'xshamaydi. Nimani muqaddas bilamiz, nimani ulug'laymiz, nimani ahamiyat beramiz, qimmat qarashligi. Xursandlik. Bu xursandlik desa, ba'zan deyishim, tamoqni obdayız xursand bo'ladi, yoki pulni obdan topsa, yoki o'yinning o'sina saya chiqsa, u xursandlik ulardan bo'lmaydi. U bir ko'rinishning birisi. Bu xursandlik degan ayol ikkisi binas paranlashib turib, bir-birini xursand qiladigan gaplar. Bu bir millatlar yana bir millatdan farqidir. Masalan biz ba'zi bir voqeani vatan to'g'risida, burunqi ajdodlar to'g'risida yaxshi xabarlansa xursandlik nima qilamiz?
Demek xursandligimiz Bu o'xshash. tuyg'uni his qilolmaydi Tuyg'u. boshqa Ha. millat. Boshqa millatlar bo'lsa, masalan, bizniki ajdodlarimizdan qahramon bo'lganlardan bilasizmi? Ayda adam o'tibdi ekan, ma deb qo'ydi. Xo'sh bo'ldigan yer kelgan chaqdimi? Xo'sh bo'lolmaydi. Masalan, ma gapni desa xo'sh bo'ldi deydigan gap ba'zi Uyg'ur. U gap boshqa millatda boshqa ifodalanishi mumkin. Endi dard alam bor. Darddan nima Uyg'ur desa, birinchi bo'lib nima deydi? Vatan dardi. Darddan eng cho'ngi mahkumlik, mustamlik asli yashash, tajovuzdan ochib qolish. Birinchisi. Xuddalanmagan bo'lsa ikkinchi qatorda xuddi asan bo'ldi deydi. To'y qilinmagan bo'lsa to'y qilsam bo'ldi deydi. Maktabda o'qiganmagan bo'lsa maktabda o'qisam deydi. Qo'shimchalar dard armon. Eng birinchi dard nereden keldi desa, vatansi. Buni Uyg'urlarniki hammasi setilgan qoidalarni hisoblagan hammasi o'rtaq bo'lsa, dard alamda o'xshash. Kimdan jurki ko'ymagan desa, faqatla munofiqlarning qag'inamiz jurki burunqidan tag'im ko'yaylikmisa, hozirgi zamonda ko'yaylik. Bu ayrim bir dunyo. Arzu arman. Ko'pinchisi o'xshash. Ba'zi pushak odamlar oddiy binas o'ylashi mumkin, qo'shiqda o'ysa, obdan kaysa. Ammo arzu arman cho'ng bir narsa. Mutlaq ko'p nisbatda ko'pinchilik arzu arman o'xshash. Villada yashab baqqanlar bor chetda. Nurg'un dunyo ko'rib baqqanlar bor. Shu vatanda. Nurg'un imkoniyat bor. Lekin ash vatanniki tupuraqani sag'inmay, milliard pul olib qolsam, yashayolmaydi. Tabii. Sargandarroq balkim buningki bir oddiy misol bo'lishi mumkin. Demak, bu arzu armonning o'xshashmasligi ikkalan orasida, yot millatlarning to'yga ikkalan orasida tushunishmaslik, chiqisholmaslik, bir-birini hurmatlamaslik, yoki bir-biriniki dardiga ko'ngil bo'lmaslik, arzu armonning o'xshashmaslikdek bunda bir munosabat yiriklashtirgan ahvollarni paydo qilish ehtimoli nihoyat kuchli. Xo'sh. Chunki davomli faqat o nima bilan bir musulmon bo'lsa bo'lgan namoz bilan tugmaydi u ish. Ibodat tugmaydi. Insonning nurg'un kundalik turmushda ishlari bor. Qildigan. Misol hozir bir kiyim-kechak o'xshamaydi. Yemek-ichmak o'xshamaydi. Bola tarbiyalash usulini o'xshamaydi Uyg'urlar bilan boshqalarning. Bu yerda dadasi deydigan ma usuldan tarbiyalaymiz. Onasi deydi, "Yo'q, onam menda o'rgatgan. Ma usuldan tarbiyalaymiz" deb. Bumi bal tarbiyalash masalasi talash sabab bu. Har xil ijtimoiy munosabat. O'lim bo'lgan vaqtida, to'y bo'lgan vaqtida, mehmondorchilik bo'lgan vaqtida har turli bir ijtimoiy munosabatlar. Yuqoridagilar. Bu o'xshashmas. Bu masalalarda bir-birisining ko'nglini og'ritadigan gap so'z chiqib qolsa, yoki uni alayda qimmat qarash deb qaragan narsaga ahamiyat bermasa, nima ish yuz berdi bo'lsa, yoki bizsiningki bir urf-odatda g'alati ko'rinib, tang-tong gap bo'lsa, masxara xarakterdagi, bu yerda jidal majroniki chiqishi tabiiy. Xafalıqdan chiqishi tabiiy. Unisiga bu xafalıq tez vaqt tugamda tugamaydi. O bir yat millat, yat bir millatniki, yan bir millatniki bütün örfani qimmat qarashini uni 100% uni o'zlashtirib ketishi mumkin. 80% bo'lishi mumkin, 90% bo'lishi mumkin. 60% bo'lishi mumkin nisbatga qarta. Xo'sh. Biz ma ko'p sonliqni da'vatimiz istisnoy har zaman bakarmiz. Balkim ba'zi qarindoshlar tekkan, og'an biz uning qatorida emas, buni biz nima deb aytamiz? Biz istisnoni har zaman qabul qilamiz. Meyali ko'p sonliqniki ahvolaga to'xtalyapmiz. Ko'p sonliq 101 degan holatlar. Shuning bilan birlikda yot millatdan to'y qilgan oiladan bolalar, tug'ilgan bolalarning masalasi. Bularga vatan sevgisi u bo'lmagandan sirt bu ota-onaning orasida talash-tortish ko'p yuz bersa, bu ta'sirlanadi, ta'sirlanadi. Demak, bu yerda qimmat qarash o'xshamasligi, urf-odat, turmush o'xshamas, u bu sababdan, talash-tortish sababidan bular uningki nimasi o'xshaydi, ta'siri o'xshaydi. O'xshamagan ikki madaniyat ichida, balkim o'xshamaydigan bir millat o'qigan bo'lsa, madaniyat o'xshash qilmaydi. Cho'ng prinsipal masala o'xshashmi, boshqa milliy madaniyatga o'xshamaganlikda bu yer tingir qayt. Ma'nonki mandagi amin. Eninken vatan tavallik qilib qoldi. Men a vatan tavalmi, bu vatan tavalmi. Qaysini tavalligini qoyim qilish ahvol, qoyim qo'sh ahvollar yuz berdi bolalardim. Demak, bu bir bo'lak qisqish bir sabablar, vaqt munosabati azlum. Buning tafsili to'xtalgan vaqtimizda boshqa millat to'y qilishninki qisman ortiqchiligi bo'lsa-mi, inkor qilmaymiz. Ba'zi bir fazilati bo'lsa-mi, ba'zi bir imkoniyati bo'lsa-mi, ammo ko'p sonliqlarga nisbatan buningki ep qilgan foydasidan jiqroq ziyni chiq. Shunga biz bu ishdanki oldin olish uchun bolalarimiz balog'at yoshiga yetgan vaqtida to'y qilishning gapini digini bo'lgan bir sharoitda balki kichik vaqtidan tortib
Bu nima degan bo'ladi? Xo'sh. O'zining millatidan to'y qilish, o'lchamlik, yuqori deganimizga o'xshaydi, dindor bo'lish, axloqli bo'lish, bilim ma'rifatli bo'lish degan o'xshaydi. Sifatlar, eng muhim sifatlar. O'zining millatidan to'y qilishning muhimligini, bular bizga o'sha mahkum bir millatni dunyoda yo'qolib ketmas uchun Uyg'ur bilan to'y qilishning zo'rligini, buningki e'tiqod nuqtasidan, axloq nuqtasidan, milliy nuqtadan, siyosiy nuqtadan zo'rligini bolalarning kallasiga buni qo'yish lozim. Ish tugab bo'lgan vaqtida men demabdi ekanman, so'rab kelibdi, hamda bo'g'iliq bo'libdi deb qolsa, u vaqtida o'sha aplashman. Shuning ishninki vaqt dastlabda bu tarbiyani har bir ota-ona bolalariga berish lozim. Bo'lmasa bu yuqori salbiy natijalarga ko'plagan oilalar duch keladi. Ozg'in nisbatni hisob qilmayman. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Gayet güzel içildi tema.